Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Bugun biz yana YouTube'ga faqat MacBookdan chiqarib bo'ldik. MacBook so'rashdi. Endi bundan keyin notimiz faqat igro chiqaramiz. Boshlaymiz, narxlar boshlaymiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Demak, bu MacBookimiz, bu MacBookimiz Core i5 2017 8 GB RAM, 256 SSD yoki 1.8 talik bor, ikkita bor bunda. 3 ta bor bundan. Aralash, lekin narxi bir xil, xotirasi. Bu holat yaxshi, batareyasi zo'r, bemalol. Boshlang'ich JavaScript, HTML, Python, backend hammasi bemalol tushadi. Mana ko'rib turibsiz. Bitta ham chaqasi yo'q, holati tiniq. Ideal holatda narxi $310 beramiz. $310 ga zo'r narx. Keyingisi MacBook Pro 2020. Bunga nisbatan ancha yangiroq, 2020 chip bo'ladi. M1 bilan bir xil vaqt chiqqan, lekin bu Core Intel chiplar bo'ladi. Bu 8 GB RAM, 512 GB SSD, batareyasi holati normal, lekin yonkisi 1100 ta bo'lgan, lekin batareya zo'r baribir. Bu holat zo'r, hammadan chotki, muammosi yo'q bitta ham. Bu narxi $400. Keyingisi. Bu ham xuddi shunaqa mana shunaqa arzon modellar bor. Bu endi MacBook Pro M2 2022 bo'ladi. 8256, yonkisi 90 yonkis. Sikli 2 qurushda, narxi $710 beramiz. M2 Pro. $700 beraman men. Keyingisi bu MacBook Air 2013 8256 ya 8.8 talik bor. Bundan narxi $100. Ideal holatda ekan, ashyo chotki. Mana chexlar, gullar bilan. Keyingisi bu MacBook Air 2017 8.8 talik, lekin ideal holatda bu ham keslar bonus hamma joy bu keslar bonusga. Bu narxi necha pul? Narxi $190 beramiz. Zo'r $190 ga. Keyingisi bu ham shunaqa MacBook Air, MacBook Pro, Core i5 Pro 2020 2017 8256. Holat yaxshi, batareya siklari hammadan zo'r. Narxi $310 beramiz, bu bir xil narxda. Bu ham hamma ketadi. M2. MacBook M2 97 yonkis 8256 ideal holatda. Bu narxi necha pul? Narxini $690 beramiz. Keyingisi bu 92 yonkis 8256 xuddi Air, bu ham shunaqa $690 beramiz. Bu 87 yonkis 8256, bu narxi $650 M2 Airlar. Bu hammasi 100 ketgan, hammasi bir xil 100 ketgan. Bu narxi $700 beramiz. Bozor bundan narxi yo'q $700. Mana bu karibkasi bor edi. Agar o'girsangiz olasiz, bu ham narxi $720. Yangi turibdi karibkasi bilan M2 Air. Agar o'girib qolsangiz, o'girmasangiz yo'q bu. Narx juda zo'r. Va bonus ketyapti. Keyin undan tashqari biz MacBooklarimiz ko'p. Masalan uchun MacBook M1 Pro 16 ga 512 98 yonkis ideal holatda, narxi $1130 beramiz. 16 ga 512. Keyingisi. Bunisi MacBook M1 Pro, bu 16 dyuymligi, 16 ga 1 terabayt, holat yaxshi, faqat kichkina mavjud, kichkina chaqasi bor. Ideal holatda narxi $1100. Bundan narxi yo'q bo'lsa, zo'r narx. 16 ga 1 terabayt, 16 dyuymligi zo'r narx. $1100 beramiz. Xullas, mana shunaqa, kimgadir agar MacBookdan narxlar qiziq bo'lsa, bizda yana MacBooklarimiz ko'p, hali ko'pini bosh qilib hali aktatsiya qilganimiz yo'q. Narxlar sketib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Undan tashqari bizda YouTubedan tashqari Instagram kanalimiz bor va eng muhimi Telegram kanalimiz bor. Telegram kanaliga a'zo bo'lsalaring, hammasi bitta alohida xarid pulni berilgan. O'shani qarab ko'rib narxlar bilasizlar. Undan tashqari bizda bo'lib berish xizmati, nasihat xizmati ham bor. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Kanalimiz sizga foydasi tegadi. Undan tashqari biz yaqinda yangi loyiha qildik. Har bir MacBooklar bitta afzal qilib tushuntirib berishga. Sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.